O'rtoqlar, qo'l tushirib qo'ydim o'zim bilmagan holda. Xullas xo'jayinim yangi telefon sovg'a qilgandilar. Ancha bo'lib ketdi, aprel oyida edi. O'shanga o'tiy ko'chib o'ta qoling, men bu telefonimdagi hamma narsani o'tqiza qoling dedim. Keyin telegramimni yangi telefondan yo'qaman deb 2-3 marta urinish qilgan edim. Eski telefonimdagi telegramimdagi hamma kontaktlar, hamma ma'lumotlar, xullas hamma video, foto, hamma narsa o'chib ketib qoldi-da. Men hozir siqilayotganim etdagi kontaktlar plus mayli. Keyin men zametkaga emas, daftarga emas, o'zimcha Telegramga ko'proq ishonch bildirib borib, izbirni bor-ku, o'shatga saqlanib qilib yurdim qiladigan ishlarimda. Qaysi chisloda, qaysi tadbirga boraman, qaysi to'y xizmatga boraman, qaysi sanada, kimdan misol uchun necha pul olingan, qancha pul berari bor, o'sha hamma narsalarni o'zi administratorim daftarga yozib berardi-da. Mana shuncha yil, mana 16-17 yildan beri daftar bilan ishlardim. Misol uchun 1 oylik rejam, 2-3 oylik rejam, qaysi sanaga qatga boraman, qaysi to'y xizmat, qaysi tadbir, qaysi syomka, nima nechida kim nech pul bergan, kimga men pul berishim kerak, hamma hisob kitob rejalarimni yozib borardim-da. Men o'yladimki, misol uchun hamma narsa o'tsa ham Telegram o'chib ketmaydi degan maqsadda men navorot Telegramga ko'proq doверять qilgandim-da. Agar telefonim o'g'irlab ketgan taqdirda ham Telegram yoqilsa, Telegramda hamma ma'lumot turadi deb o'ylar ekanman-da. O'rtoqlar, men qilgan xatoni qilmanglar, baribir daftarga yozib yurish kerak ekan. Ishxonada, alohida ofisda daftarlarga yozib yurish kerak ekan. Ertalabdan xo'jayinimga aytdim, jahlim chiqdi. Siz nima menga yangi telefon sovg'a qildingiz dedim. Sizga men yangi telefon sovg'a qiling demadim. Adasi dedim. Savoy astag'firullah deydi. Chunki men xo'jayinimga telefon sovg'a qiling demagandim-da. Oldingi yil ham shunaqa qilganlar. Telefon sovg'a qilib, yaxshilik qilaman deb yomonlik qilgan. O'shanda ham Telegramim bilan bog'liq bo'lgan, pamitim bilan bog'liq bo'lgan narsalar o'chib ketib qolgan bor-ku. Tuzuk ishlab turgan telefonim, kamerasi ham mo'shnay oladi. Men endi ko'chib o'tishga bir muhtojlik joyim yo'q edi-da. Nimaga sovg'a qildingiz deb ertalabdan jahl qildim. Voy tavba qildim, yaxshilik qildim-ku deylar. Kerak emasdi menga dedim. Sizdan hech kim so'ramagandi dedim. Sizni deb shunaqa bo'lib ketdi dedim. Mana endi shuncha pulli ishlarim, hamma do'g'orlarim hammasi mana Telegram bilan birga yozilgan holda yo'q bo'ldi. Tabriklayman Shahzodaxon. Baxtli, saodatli bo'ling. Ishlaringizga rivoj.